Ushbu videoga Umarqulova Oltinoy tomonidan buyurtma asosida ovoz berildi. Oqsil sintezi bu organizm oqsillarni yaratadigan jarayondir. Oqsillar aminokislotalar zanjiridan iborat. Qaysi aminokislotalar ishlatilishi va ularning ketma-ketligi har bir o'ziga xos oqsilni belgilaydi. Aminokislotalarning oqsillarga yig'ilishi hujayralarda sodir bo'ladi. Jarayonning birinchi bosqichi transkripsiya yadroda. Ikkinchi bosqichi translatsiya sitoplazmada amalga oshadi. Transkripsiya bu DNKda joylashgan oqsil yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarni xabarchi RNK, mRNK ga aylantirish jarayoni. mRNK yaratish uchun qolip sifatida DNK zanjirining bir bo'lagidagi genetik ketma-ketlik xizmat qiladi. Har bir DNK zanjirida bir-biriga komplementar bo'lgan nukleotidlar mavjud. Adeninin jufti timin, sitozinning jufti esa guanin. Transkripsiya boshlanishi uchun RNK polimerazа deb ataluvchi ferment DNK qolipining boshlanish qismiga birikadi. 3 ta DNK asosidan iborat ketma-ketlik triplet oqsilning har bir aminokislotasi uchun kerakli ma'lumotni o'z ichiga oladi. RNK polimerazа tripletlarni o'qib, bosh nukleotidlar yordamida mRNK ni hosil qiladi. mRNKdagi mos keluvchi uchliklar kodonlar deb ataladi. Kodonlarda timin o'rnini urasil egallaydi. mRNK hosil bo'lgach, ma'lum fermentlar oqsil yig'ish uchun kerak bo'lmaydigan qismlar intronlarni olib tashlaydi. Qolgan qismlar egzonlar bir-biriga ulab qo'yiladi. Shundan so'ng funksional mRNK yadrodan chiqadi. Translatsiya bu mRNKdan foydalanib aminokislotalarni oqsilga yig'ish jarayonidir. mRNKni o'qiydigan tuzilma ribosoma mRNKga birikadi. Boshlang'ich kodon jarayonini boshlaydi. Ribosoma har bir keyingi kodonni o'qiydi. Bu esa mos antikodonga ega bo'lgan va ma'lum bir aminokislotani olib keladigan tRNK molekulasini chiqaradi. Jarayon davom etar ekan, qo'shimcha tRNK molekulalari kelib oqsilga yaratish uchun to'g'ri aminokislotalarni olib keladi. Bu oqsil to'liq yig'ilguncha davom etadi. Jarayon to'xtovchi kodon bilan tugaydi. Yig'ilgan oqsil ribosomadan ajralgach, uning kichik birikmalari mRNKdan ajraladi.